O'rtoqlar, nega O'zbekistonda siydik tosh kasali ko'p? Statistika bo'yicha ko'pgina bemorlar siydik tosh kasaliga moyillik bo'lgan bemorlar ham bor. Ya'ni sabab jihatdan nasl so'radigan desa bo'ladi. Bu ham sabab bo'ladi. Ko'pincha alimentar, ya'ni odam almashinuv buzilishi. Bu degani yeb turgan kunlik oziq-ovqatlarda qaysi moddaning miqdori ko'payib ketishi yoki yeb turgan narsalarimizda sifat jihatdan tabiiydan ancha uzoqligi, ya'ni har xil kimikatlar, har xil ranglar, ular peshobda og'ir metallar cho'kmaga tushishiga sabab bo'ladi. Bular natijasida sekin-sekin tosh paydo bo'ladi. Asosiy profilaktik mezonlardan bittasi kunlik peshob miqdorini 1,5-2 litr bo'lishi. Shu narsa bo'lsa, bemor o'zini qayta tosh paydo bo'lishidan ancha himoyalagan bo'ladi. Kunlik ichimlik suvingizni me'yorini kanda qilmang. 1,5-2 litr kamida.